$5 bilan joyingizni aktivlashtirdingiz. Aytganimizdek, har bir hamkor o'zini ikkiligini yaratishi kerak. Ikkita hamkor taklif qildingiz va ular ham $5 dan joyini aktivlashtirganda siz ikkinchi stolga ko'tarilib olasiz. Mana bu yerda birinchi ikkala hamkoringizdan qaysi biri farqi yo'q. Birinchi 10 keladimi, bir chap keladimi, unisi ham farqi yo'q. Ikkala hamkoringizdan qaysi biri birinchi bo'lib sizni yoningizga ikkinchi stolga yetib kelganda sizga $5 daromad qaytib chiqadi. Ya'ni o'zimizni pul bilan aytganda 65 ming so'mni tashkil etadi. Ikkinchi hamkoringiz ham xuddi shunaqa. O'zini ikkiligini yaratib sizni yoningizga ikkinchi stol bo'lib yetib kelganda sizga daromad chiqmaydi. Boshda aytib o'tganimdek, to'q stollarimizda daromad yo'q dedik. Endi uchinchi stolimizda daromad yo'q, lekin hamkorlarimiz bu uchinchi stolga ham yetib keladi. Ikkala hamkoringiz ham 3 bo'lib yoningizga yetib kelganda siz 4-stolga ko'tarilib olasiz. Endi mana bu uchinchi stolda turgan ikkala hamkoringizdan qaysi biri o'zini ikkiligini komandasi bilan birgalikda birinchi sizni yoningizga yetib kelganda sizga $10 daromad chiqadi. $10 o'zimizni pul bilan 130 ming so'mni tashkil etadi. Ikkinchi hamkoringiz yetib kelganda esa siz keyingi stolga, ya'ni 5-stolga ko'tarilib olasiz. 5-stolda ikkala hamkoringiz ham yetib kelganda 6 bo'lib yetib kelganda siz 6-stolga ko'tarilib olasiz. 6-stolga bitta hamkoringiz yetib kelishi bilan sizga $20 daromad va ikkita birinchi stol uchun klon beradi. Klon nima deyishingiz mumkin? Sizning elektron nusxangiz, uni vazifasi mana shu kompaniyada sizga hamkor o'rnini bosib beradi va qayta xarid qilmasdan yana daromad olishingizni ta'minlab beradi. Ikkinchi hamkoringiz yetib kelishi bilan siz 7-stolga mana bu yerga ko'tarilib olasiz. 7-stolga ikkala hamkoringiz ham yetib kelganidan keyin siz 8-stolga mana bu yerga ko'tarilib olasiz. 8-stolga birinchi hamkoringiz yetib kelsa, sizga $30 daromad va $10 ustozlik bonus puli chiqadi. Ikkinchi hamkoringiz ham 8 bo'lib sizni yoningizga yetib kelganda esa siz 9-stolga ko'tarilib olasiz. 9-stolga ikkala hamkoringiz ham yetib kelganda siz